وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا آتاها. Ko'ngli tatqan, nafs tatqan, bütün günahlarını qılğan, mana mushundaq odamga qandaq qaraysa, fa hal zalika min tawba, o odamning tövbesi qabul qilinamdi dedi. Allah Taala bir insonning xatoini kechirmayman devassa, Allah Taala men insonlarningki man qarshi o'tkazgan isyonlarini, gunohlarini afu qilaman devassa, biz birisining gunoh qilganligini ko'riblam uni sharmanda qilishga, uni rasvo qilishga tirishimiz. Bu nima degan haddan oshqanlik? Sizlarga bir odamning boshiga dunyo musibatlaridan bir musibat, baladan bir balo kelgan vaqtida uni bilan duo qilsa, Alloh taolo uning qiyinchiligini, balo musibatini ko'taryotadigan bir duoni sizlarga xabar beraymi, deb beraymi dedi. Sahobalar, "Bala ya Rasululloh", deb bersa ya Rasululloh dedi. Hammamizning boshiga qiyinchilik keladi-ku, ba'zi musibatlar keladi-ku. Mushu duoni qilsak, ana shu qiyinchiligimiz, ana shu balo musibatlar ko'tariladi deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhi vasallam. O qaysi? Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammanglar xush keldinglar. Biz bugun Allohning yana bir go'zal ismini o'qiymiz. Qarinlarda bo'lgandek, Allohning har bir ismi bizga har xil shaklda iymonimizni kuchaytiradi. Ba'zisi Allohning shafqatini bizga bildirib, Allohning bizga naqadar kuyimchan ekanligini bildirsa, ba'zisi Allohning naqadar buyuk zot ekanligini bizga aks ettirish orqali qalbimizda Allohga tayinadigan bir iymonni vücutga keltiradi. Bizning bugun o'qiydigan Allohning ismi bo'lsa, Allohning bizga naqadar omroq, naqadar kuyimchan, naqadar shafqatli ekanligini ko'rsatadigan bir ismini o'qiymiz. Biz ishongan Alloh, biz namoz o'qiydigan Alloh, biz duo qiladigan Alloh At-Tawwab. Tövbelarni ko'p qabul qilguvchi va shundaqla bandalariga tövbini ilhom qilguvchi, tövbini nisb qilguvchi degan ma'noda. Alloh subhanahu va taolo mahayatda bizni haqiqiy musulmon bo'lib, Allohga taslim bo'lgan haqiqiy mu'min bo'lib yashashimiz uchun ba'zi belgilemelarni qo'ygan. Falani ishni qilinglar deglik, namoz o'qinglar deglik, ro'za tutinglar deglik va shundaqla ba'zi ishlardan bizni cheklaglik. Masalan, yolg'on aytmaslik, boshqalarning haqqini yevamaslik, Allohdan qo'rqish deganga o'xshagan nurg'unlagan buyruq va cheklamalarni bizga qo'yganlik Alloh subhanahu va taolo. Endi biz inson bo'lg'achqa ba'zi vaqtda xatolashib qolamiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan, bizning tabiatimizni biladigan zot bo'lg'achqa, biz Alloh taolo degan ishni qilishdan yoshligimiz, nafsimiz, shahvatimiz aldab mahrum bo'lgan bo'lsak, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilolmagan bo'lsak, Alloh taolo bizning butunlay munosabatni uzatmaydi. Endi sizlar jahannam ahli bo'lib ketdinglar demaydi. Toki jinimiz halqumga kelmaguchilik, qiyomat qayim bo'lmaguchilik biz yosh vaqtdan tatib nurg'un gunohlarni qilayli, eng qattiq ig'ir gunohlarni qilayli. Biz Allohga, "Ey Alloh, men tavba qildim, men pushaymon qildim" desak, Alloh subhanahu va taolo bizning tövbemizni qabul qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Innalloha yamuddu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar." Alloh taolo kechida rahmat qo'lini ochadi. Nima uchun? Kunduzi gunoh qilgan bandalar menga tövbe qilsin, men ularning gunohlarini afu qilay deb, kechida kunduzi gunoh qilgan kishilarning gunohlarini afu qilish uchun rahmat qo'lini ochadi. Ya'ni Alloh taolo kechida kunduzi gunoh qilganlarning gunohini afu qilish uchun, kunduzda kechida gunoh qilganlarning gunohini afu qilish uchun ana shunday rahmat qo'lini ochadi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda Alloh subhanahu va taolo har kunisi kechasi ma dunyo osmoniga tushib, hal min taibin fa atubu alayh. Tövbe qilguvchi bormi? Qilgan gunohiga pushmon qilguvchi bormi? Menga tövbe qilinglar, men tövbe beraman. Men tövbega nisb qilaman. Men tövbeni sizlarga ilhom qilaman. Hal min mustaghfirin fa aghfiru lah. Alloh taolaga istig'for aytquchi bormi? Gunohga pushmon qilguvchilar bormi? Men uni afu qilaman deb har kunisi tong etishdan ilgari kechida ma dunyoning osmoniga tushib bizga mana shunday fursatlarni beradi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda kimki Allohga shirk qo'shsa, bir jonni o'ltirsa, zina qilsa, u jazoga loyiq bo'ladi va shundaqla qiyomat kunisi uning azobi hassilnadi. U odam do'zaxda mangu qoladi. Illa man taba va amana va amila solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat. Lekin ana shundaq ig'ir gunohlarni qilib yuqorida biz sanadiq-ku, Allohga shirk qo'shish eng chong gunoh. Odam o'ltirish eng ig'ir gunoh. Zina qilish eng ig'ir gunoh. Mana shundaq gunohlarni qilgan kishilarmi agar Allohga tövbe qilsa, Allohga qaytsa va shundaqla yaxshilarni qilsa, fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat. Alloh taolo ularning yomon ishlarini yaxshilikka aylantirib beradi deydi. O'ylab baqinglar, shu qilgan yomon ishinglar yaxshilikka aylanadi. Bu Allohning Tawwab, tövbelarni ko'p qabul qilguvchi, bandalarga tövbeni ilhom qilguvchi degan bu ismning ichida yana Allohning bizga naqadar kuyindiganligi, naqadar shafqat ekanligi yotadi. O'ylab baqinglar, ana shundaq ig'ir gunoh. Shunda tövbe qildikmi, qilgan gunohlarimiz yaxshilikka o'zgaradi.
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu noktanı teximi içip Abu Tavil deydigan bir kişi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan qışık kelip mundaq so'di. Ara'ayta men amila zunuba kullaha ve lem yetruk minha şey'a. Ey Muhammed, bütün günahlarını kılgan ve huve fi zalika lem yetruk haceten ve la daceten illa ataha. Köngli tatqan, nefs tatqan, bütün günahlarını kılgan mana muşundaq adamga qandaq qaraysa fe hel zalika min tövbe. O adamın tövbesi kabul kılınamdı dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam fe hel eslemte. Sen Müslüman mı dep sordu. O adam amma ana fe eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah. Men Allah'tan başka ilah yok. Seni Allah'ın elçisi dep guvahlık berimen. Yani Müslüman degenden keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tef'alul hayrat ve tetrukus seyyiat. Sen yaxşılarını kılsa, kılgan yaman işlerinden bütünlüğü kol üzse fec'alullahu leke hayrati kullihinne. Kılgan yaman işlerinin hemmisini Allah Teala yaxşılık aylandırıp beradi. Günah kıldın, Allah'a asilik kıldın, haram işlerini kıldın, haram neslerini gördün, haram neslerini anladın. Ama çin kalbinden tövbe kılsan, yaxşı kılsan, o şu kılgan yaman işin yaxşılıkla özgüreydi o deydi. Mana bu Allah'ın Tevvab isminin bir namayendisi. Yani Allah Subhanahu ve Teala taib emas Tevvab. Köp tövbelerini kabul kılgıcı. Köp tövbeler degen gap bir adam günah kıldı, tövbe kıldı. Şunçilik tirişlik görsetsimi, yana günah uçup kaldı, yana tövbe kıldı. Yani Allah Subhanahu ve Teala sen köp tövbe kılsan mı, men o tövbelerini kabul kılaman deydi. Bu ism arkalık bizge. Demek nefsimizden keynine kirip bazı günahlarını kıpsagan bolsak, puşaymanlığından ibaret bir nefsimizden ko'nglimizde buludu. Uş puşayman kılgan hamallam derhal Allah'a tövbe kılıp, onundan kol özsek, Allah Teala ilgili kılgan yaman işimizni yaxşılıkka aylandırıp duradi. Eğer şeytan yana bir qatim azdırıp ilip ketken bolsa, yana tövbe kılışımız gerek. İmam Hasan el-Basri'den bundaq dep suraldı. Bu günah kılıp, ondan keyin tövbe kılıp, ondan keyin yana bulanmay, yana günah kılıp, ondan keyin yana tövbe kılış. Bu adam hıcı bulduğu iş emasmi? Dep so'di. İmam Hasan el-Basri nim dedi? Mana mushu şeytanning arzusi. Sizlar bu adam hijil bulduğu işken, biz gipimiz turanmadık, üzem yalğançılap kaldım, Xudayim aldığandek bop kaldım dep, üzenglarning tövbe qilib berganliginglarga qarab hijil bo'lib, tövbeni tashlasanlar, mana bu şeytanning sizlardan arzu qilgan narsasi. Shuning uchun fala tamillu. Hergizmi tövbeden zirikmanglar, tövbeden to'xtab qolmanglar deb şeytanning bu vesvesining ishini taqvatgan. Shuning uchun inson biz. Bizning xarakterimiz inson. Biz farishta emas, xatolaşimiz, gunoh o'tkazimiz, ammo biz tövbe qilamiz. Chunki bizning Robbimiz Tavvab, ko'p tövbeni qabul qiluvchi Allah Subhanahu va Taala. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohning bu ismini hadislarda texmi tushuntirib nima deydi desanglar, Alloh taolo hadisi qudusiyda Ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ey Adam balası, sen menden ümit kılsan, menden mağfiret talep kılsan, bana tövbe kılsan, sen de kanda günah olsun, ben perva kılmay, hemmisini affu kılıman deydi. Lev belagat zunubuka ananes sema. Eğer günahın bulutqa taqaşqan bolsun. Öyle yapqan xiyalınlıqan günahın hemmini keltirіңlar. Aş günahlarning hemmini qilgan bolsangmı, summa istagfartani. Ondan keyin tövbe qilsang, mendan kechirim talab qilsang, mag'firat talab qilsang, g'afartu laka va la ubali. Sening qancha cho'ng gunoh ishlagan bolsang, men uni parvo qilmasdan seni afv qilaman, sening tövbangni qabul qilaman deydi. Va shundaqla ya ibn Adam, ey Adam balasi, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya. Sen ma zemin toşquchak xatolik bilan kelsang, summa laqitani la tushrik bi shay'a. Andikin Allohga shirk keltirmay men bilan uchrassang, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Ana shundaq zemin toshqidek mag'firat bilan men sening gunohingni afv qilaman deydi. Demak, biz inson. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda kullu bani Adam xattaun deydi. Her qandaq bir adam balası xatolaşıdı deydi. Her qandaq adam balası meyli o sahabe olsun. Hatta peygamberlerin içinde mu xatolaş qılır bolgan. Mesela Adem aleyhisselam xatolaştı. Yani Allah yemen degan daraxtni yeb xatolaştı. Ammo tövbe qildi. Allah uni afv qildi. Onundan başqa Yunus aleyhisselam xatolaştı. Allah'a istig'for etdi. Allah onun günahını afv qildi, onu biliqning qarnini qutuldirdi. Onundan başqa Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning qishida yaşagan, oltun davrida yaşagan sahabalar mı xatolaşgan? Sahabalar mı günah o'tkazib sağgan? Amma sahabalar günahida doim turmagan. Günahida cho'ngchilik qilmagan, günahida faxr qilmagan. Eng xatarligini nima desanglar, gunoh o'tkazib bo'lib, gunohini faxr qilish, do'stlarga aytish. Mana shu gunohning aslo va aslo kechirim bo'lmasligi sabab bo'lgan ishlardan birisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mening ummatimning hammasi kechirim qilinadi, bir turli kechirim qilinmaydi dedi. O kim degandan keyin illal mujahiriyin, gunohini oshkor qilganlar. Ya'ni bir gunohni qilib bo'lib, do'stlarga deb, uning orqali faxr qilganlar, mana shular kechirim qilinmaydi dedi. Ammo unda bo'lmaydi ekan, gunohning hammasi kechirim qilinadi. Chunki biz inson. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam eğer sizlar günah ötküzmegen bolsanglar la zahaballahu bikum ve la jaa bi qaumin silni ketkizib etib Allah Taala günah ötküzüdigan, ondan keyin tövbe qildigan bu shundaq bir insonlarni keltirgan bo'ladi deydi. Demak, günah ötküzüşimiz,
tövbe qilishimiz bu hayotning imtihon ekanligining bir mohiyati. Agar biz hech qanday xatolashmasak, gunoh o'tkazmasak, bizning ismimiz inson emas, farishta bo'ladi. Shunga asla va asla tushkunlashmasligimiz kerak. Yuqorida aytgandek, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotida qarab boqadigan bo'lsakmi, Rasulullohning qashda yashagan sahobalarmi inson bo'lg'achqa ba'zi gunohlarga tushib qolgan. Masalan, Muiz ismli bir sahoba o'tgan. Bu sahoba nihoyat ig'ir bir gunohga tushib qolgan. Allohdan panohlik tilashimiz kerak. Inson ojiz. Allohdan har vaqt ey Alloh meni gunohdan saqlagin deb tilashimiz kerak. Chunki inson ana shunday sahoba bo'lsa-mu, ba'zi vaqtda ana shunday gunohga tushib qoldigan ishimiz. Bu sahoba bu gunohga tushib qolgandan keyin, ya'ni zinodan iborat bu gunohga tushib qolgandan keyin bu ahvolni do'stiga aytadi. Do'stiga aytgandan keyin bu do'sti berib Rasulullohga degin deydi. Bu sahoba Rasulullohdan qarshi qarab, "Ey Rasululloh, meni paklab qo'ysizlar" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Men uyan ko'rib istig'for etgan" deydi. Ammo Muiz degan bu sahoba gunohga rasmiy pushaymon qilgan bo'lg'achqa, haqiqiy tavba qilish iroda qilgan bo'lg'achqa, bu gunohdan poklanishni niyat qilgan bo'lg'achqa, yana Rasulullohdan qarshi qarab, "Ey Rasululloh, meni paklab qo'ygan" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana uni uyingga qayt, Allohga tavba qil deydi. Mushundaq qilib 4-chi qatim kelgandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Seni nimadan paklab qo'yma" deydi. Bu sahoba zinodan deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bundaq had beriladigan, jazo beriladigan bundaq bir gunohninki sahobalardan o'tkazib, bu jazoga tushib qolmaslikni nihoyat umid qiladi. Bu sababdan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hayron qilib, buningki aqli o'sha joyidimi yoki bir narsa ichib oldimi deb, "Abihi junun, uningga bir jinchatlashib qoldimi? Buni bir gap kisab beqinglar" dedi sahobalar. Sahobalar pranglashgandan keyin, "Ey Rasululloh, bu saqkan" dedi. Ondan keyin bu ichib oldimi? Ig'izini bir prop beqinglar dedi. Ig'izini prop baqdi. "Haraq ichibdi ey Rasululloh" dedi. Ondan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "La'allaka ghammazta aw qabbalta" balki ko'z qisib salgansa yoki suyab salgansa, chunki ko'z qishimi ko'z zinosi, qo'l zinosi va ig'iz zinosi va Rasululloh ma kichik zino qilib tushib qolgan bo'lishi mumkin deb, balki ko'z qisib salgansa, boshqani tutib salgansa deganga o'xshagan uni texmi bir kichik gunohga tushgan bo'lishini umid qilib, shundoq savollarni so'rashga boshladi. Lekin bu sahoba o'zini aldashni xohlamagan bo'lg'achqa, o'zining gunohiga qattiq pushaymon qilgan bo'lg'achqa, haqiqiy poklanishni orzu qilgan bo'lg'achqa, "Yo'q ey Rasululloh, men cho'ng gunohga tushib qoldim" dedi. Demak, o'zi 4 qatim kelib tekrar iqror qilgandan keyin guvohchilar u yerda uning og'zini burab, hech qanday bir aqliy jihatda va yoki maslik bunda ahvol bo'lmagandan keyin shariatning hukmi bo'yicha to'y qilgan sahoba bo'lg'achqa, bu sahobani rajm qilishga buyurdi. Sahobalar yig'ilib rajm qilgan vaqtda har bir tosh etilsa-mu, "Men gunohimdan paklanyapman" deb o'zining qalbida ana shunday huzur ichida jon uzdi. Sahobalarning ichidan birisi u sahoba qarta ana shunday yomon ishlarni qilib deganga o'xshagan ba'zilari bo'lmag'ur gaplarni qilgan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima deydi bilamsizlar? Ularni akilib bir eshak topini qashqa akiladi. "Ma topni yemsizlar" deydi. Sahobalar tushib ketdi. "Bu topni kim yeydi ey Rasululloh?" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Sizlar bayatın aq qarindishinglarning gapini qilib, mana shunday yomon ishni qildinglar. Esinglarda bo'lsin, Muiz shundoq bir tavba qildiki, uning tavbasi butun zimin ahliga tarqatilsa, hammasiga yetadi" dedi. Mushu Muiz degan sahoba do'stiga aytqangu, tunji qatim bu ish bo'lgan vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom osh do'stining qashiga berib, "Kashki uni mening qashimga avatmagan bo'lsang, u Allohga tavba qilgan bo'lsa, u yo'g'gan bo'lsa gunohin" deb bunda degan. Demak, bir odam gunoh o'tkazgan bo'lsa, asla va asla uni oshkorlamay, Allohga tavba qilsa, Alloh uni afu qiladi, uni kechirim qiladi. Ana shundoq cho'ng gunoh bo'lgan taqdirda. Demak, sahobalarning hayotida buning o'xshash ishlar nihoyat ko'p. Biz buni hargizmo sahobalarni kichikiltish maqsadda emas, ularning bir inson ekanligi, insonning chuqur xatolashadiganligi muhim bo'lgani, tavba qilish orqali u xatolikdan chiqish ekanligini bilishimiz kerak. Undan boshqa masalan Abu Muhjan degan bir sahoba bo'lgan. Bu sahoba mana shunday haroq ichadigan bir gunohga mubtalo bo'lgan. Chunki inson ojiz. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida bu sahobaga qamchi urilgan. Chunki haroqning jazosi qamchi uriladi. Hazrat Abu Bakrning davri kelgan vaqtida haroq ichgan vaqtda yana qamchi urilgan. Hazrat Umarning davri kelgan vaqtida tashlayanmagan bu gunohni. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bu sahobani Iroq bir shahriga palib etgan. Sen shu shaharga yashag'in deb Iroq bir shahriga uni olib etgan. U sahoba o'sha shaharda yashayotgan paytida Sa'id ibn Abi Waqqas degan sahobaning boshchiligida musulmonlar qo'shininki jihadga manganlikka, ya'ni Qodisiya urushiga manganlik xabarini anglaydi. O'ylab baqinglar, gunoh o'tkazgan bo'lsa-mu, lekin qalbida yana Allohni yaxshi ko'radi. Qalbida yana islom o'ti bor, qalbida yana jannat kirgusi bor. Musulmon degan shunday bo'lishi kerak. Gunoh o'tkazsa-mu, asla o'zining sepini almashtirmaslik kerak. Gunoh o'tkazsa, asla va asla o'zining gunohini aqlab, gunohkorlar sepiga o'tib olmaslik kerak. Gunoh o'tkazsa-mu, uning qalbi azoblanib turishi kerak, islom uchun kuyishi kerak. Mana mu'minning sifati. Mana bu sahoba, mana shunday haroq sababli palinib turgan paytida musulmonlar jihadga mangan vaqtida turolmay qoladi. "Men jihadga chiqsam bo'ladi" deb etini chaptirib, maxfilan qo'shinning ichiga kirib oladi. Urush boshlanish oldida Sa'id ibn Abi Waqqas bu sahobaninki qo'shinning ichiga kirib olganligini biladi-da. U sahobaning haroqqa xumo ekanligini biladi. Endi bu bizning oramizga kirsa, Allohning nusrati kechikib ketmasin deb uni bir uyning qashdagi bir chidiriga
sulab qo'ydi, bag'lab qo'ydi. Sen ma urush tuguncha jim urush qatnashma deb. Bu sahobaga ig'ir kirdi. Alloh yo'lida bir urush qilib, gunohimdan paklansam deb buni umid qiladi. Lekin Said ibn Abi Waqqas gunoh sababli g'albi kechib ketadigan bo'lg'achqa, mening gunohi sababli Allohning yerdimizni kechib ketmasin deb uni sulab qo'ydi. Shunda qilib musulmonlar qo'shini Qodisiya urushiga kirib ketdi. Otlarning kishanishlari, qilishlarning urushlari mana shunday ovozlarni anglagan bu Abu Muhjan degan sahoba turolmay qoladi. Uningga u yerga bog'lanishi ajoyib azob bilinib ketdi. Kashki bir urushsam deb oxir bo'lolmay to'lashga boshlaydi. Said ibn Abi Waqqasning ayoli nim bo'ldi desa, meni hozir yishib qo'ysangiz, men berib jihad qatnashsam, shahid bo'lsam, mendan qutulasizlar. Rahat olasizlar. Shahid bo'lmay saq qaytib qolsam, men o'zim kelib put qo'llarimni shunda bog'lab, hech bo'lmagandek turib olay deydi. Said ibn Abi Waqqasning ayolining shafqat tutib, uni qo'yib etdi. Shunda qilib bu Abu Muhjan Said ibn Abi Waqqasninki Balqa deydigan etiga minib jihadga otlanib ketdi. Said ibn Abi Waqqas egizlikda turib qo'shinlarni kuzatayotgan edi. Qarasa ot o'zining eti, qilich chepishlari Abu Muhjanninki, ammo Abu Muhjanning o'zi chadirga sulab qo'ygan. Bu qanday qilib kelib qoldi deb uqolmay qoldi-da. Shunda qilib Abu Muhjan botirlik bilan urushib, dushman saflarining hammani yemirib tashlab, urushni musulmonlar g'alaba qildi. Urushni g'alaba qilgandan keyin Abu Muhjan darhol qaytib, burunga o'xshash chadirga kirib, o'zining put qo'llarini bog'lab, mana shunda turdi. Said ibn Abi Waqqas qaytib kelgandan keyin uning qashig'iga kelib, "Seni bundan keyin hargizmi bog'lab qo'ymayman" deb uni yeshivatdi. Va shundaqla "Seni bundan keyin qamchi urmayman" dedi. Degandan keyin bu sahoba, "Endi bundan keyin men hargiz haroq ichmayman. Chunki sen meni qamchilamasam men gunohimdan poklanmayman. Gunohimdan poklanmasam, gunoh bilan ketsam, Allohning azobiga qolaman. Shu Alloh bilan qasam bundan keyin haroq ichmayman" deb haroqni tashladi. Buning o'xshagan sahobalarningki, tabi'larning hayotida o'rnaklar nihoyat ko'p. Inson sahoba bo'lsin, hatto Odam alayhissalomdek payg'ambar bo'lsin, kullu bani Adam xatoun. Her biz xatolaşıdı. Allah Teala bir insanın xatalarını keçirmeyen devassa, Allah Teala men insanlarınki man karşı ötküzgen isyanlarını, günahlarını afu kılmayan devassa, biz birisinin günah qilganligini ko'rib lam uni sharmanda qilishga, uni rasvo qilishga tirishimiz. Bu nima degan haddan oshqanlikqa? Yaratgan Alloh o'ziga isyon qilgan bandalarga tavba qilish fursati, kechirim so'rash fursati berdi ekan, ammo biz Allohning advokatidek bir odam xatolashib bo'lguncha uni kofirga, uni fosiqqa chiqarib lam uning ustidan hukm chiqarg'ili. Uni sest qilib tayyor bo'lamiz. Bu nima degan haddan oshqanligimiz? Bu Allohning ishi. Bir bandaga Alloh taolo agar xatolashgan bo'lsa ham uni jazolashga qodir edi. Lekin Allah Tevvab bo'lg'achqa, bu Tevvab ismining sifatining taqozosi bo'yicha ana shunday fursatlarni beradi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom banda sakratga tushmasa ham qanday xato o'tkazgan bo'lsin, tavba qildi ekan, Alloh taolo uni afv qiladi deydi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda inna abdan asqaba zamban faqala robbi aznabtu faghfirli. Agar bir odam gunoh o'tkazib, "Ey Robbim, men gunoh o'tkazib soldim, meni kechirim qilgin" desa, Alloh taolo alima abdi anna lahu robban yaghfiru zamba va ya'khudhu bih. Alloh taolo o'zining gunohini tunugan, tövbe qilgan bandasi qarta, "Ma bandam o'zining gunohini afu qiladigan, tövbe qilmasa jazolaydigan bir Robbining bor ekanligini biladi ekan. G'afartu abdi, men bu bandamni tövbe qildim" deb uning gunohini afu qiladi. Summa makatha ma sha Alloh. Ondan keyin bir muddat o'tgandan keyin Sümme asqaba zemben. Andikin o bende yeni bir günah ötküzse, andikin okşaş şekilde, "Ey Allah, men günah ötküzdüm, bana tövbe besle, benim tövbemni kabul kılsla" deb Allah'a tövbe kılırken, Allah Teala onu yine tövbe kıldı. Mana mushundaq tekrar o bende günah ötküzüp yeni tövbe kıldıken, Allah Teala o bendini davamlıq tövbe kıldı deydi. Demek tövbe asla ve asla zikip kaldığın nesimiz. Bizning tövbeden zirikkenlikimiz, şeytanın kıltığı destigenlikimiz. Bizning Allah'imiz şundaq bir Allah ki o Tevvab. Tevvabning yeni bir ma'nosini bilamsizlar? Bandalariga tövbeni ilham qilguvchi Allah degan gap. Bandalariga tövbeni nisb qilguvchi Allah degan gap. Allah subhanahu va taolo bizning xatolashadigan inson ekanligimizni bilgan bo'lg'achqa, bir xatolikni o'tkazgandan keyin Allah taolo bizning qalbimizga bir tövbe qilish ilhomini soladi. U nima? Pushaymon. Dal ana shu pushaymon Allohning bizning qalbimizga solgan tövbe ilhamı. Çünkü Allah subhanahu wa taala bizning tövbe qilishimizni yaxshi ko'radi. Allah taala biz xatolik o'tkazgandan keyin bizning qalbimizga tövbe ilhamini beradi. Biz qaroni qilamiz. Pushaymon qildikmi? Endi tövbe qilaman deb qaroni qilamiz. Ondan keyin Allah taala bizning tövbemizni qabul qiladi. Ya'ni Allah taolaninki tövbesi, ya'ni Tevvab ismi beshida bizning qalbimizga tövbeni ilham qilish bilan, oxirida bizning tövbemizni qabul qilish bilan aks etadi. O'ttirdi qoldigan nima? Bizning qaro qilishimiz. Ya'ni men tövbe qilaman deyishimiz. Allah subhanahu va taolo tövbe qilgan bandisini o'ylab baqinglar, yaxshi ko'radi. Qanday yaxshi ko'radi bilamsizlar? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni hadisda nihoyat go'zal bir tasavvur bilan o'xshatgan. Bir odam tugiga suvlarini, tomoqlarini otib safarga chiqdi. Bu safarda bu odamning tugisi yo'qolib ketdi. O'ylab baqinglar,
suydan ayrılıp ketdi, yemeklikidan ayrılıp ketdi. İnsan qanchalik qayg'uraydi? Faqat o'limni kutadi endi. Bu odam endi hech qanday bir qutulish yo'li qolmadi deb uxlaydi. Uxlab qopqudak bo'lsa, tugisini qishida ko'radi. Bu odam qanchalik xushal bo'lar? Bu odamning xushalligini payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana hadisda tasvirlab, bu odam xushalligidan o'zining xudini yo'qotib, Allohumma anta abdi va ana robbuk. Ey Alloh, sen mening bandam, men sening Robbing deb saldi. Allohni sen mening bandam, men sening Robbing deb saldi. Nima uchun? Xushalligidan xudini yo'qotdi. Demak, shu darajada xushal bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bir banda tavba qilgan vaqtida mana mushu odam tugisini tepib olgan vaqtga xushallikdan bakroq xushal bo'ladi deydi. Demak, tövbe bizni Allah'ın xushalligiga, Allah'ın muhabbetiga erishtiradi. Şu Allah Taala Qur'on Karimda "İnnallaha yuhibbut tawwabin." Allah Taala tövbe qilguvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Allah subhanahu va taolo tövbe qilguvchilarni yaxshi ko'rganligi uchun bir gunoh o'tkazgandan keyin bizning qalbimizga tövbe qilish ilhomini beradi. Tabuk g'azatiga har xil bahona sabablar bilan chiqmay qolgan munofiq emas, rasmiy, haqiqiy musulmon sahobalarning uchi bor edi. Ba'zilari sal qarab, ba'zilari jiddiy qaramay, har xil bahonalar bilan Tabuk g'azatiga chiqolmagan. Mana mushular chiqolmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo bularga bir oz jazo bergan. Ya'ni ular bilan aloqa qilmaslik va shundaqlar ba'zi bir aloqani kesish haqida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Alloh taolo ta'limot bergan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalar ulardan aloqani uzgandan keyin bular gunohlarga ajoyib pushaymon qilgan va shundaqlar ularga ana shundaq kengir zaminni tortilib ketgan. Va zannu alla malja'a minallohi illa ilayh. Endi hech qanday bir qutulish yo'q o'xshaydi deb mana shundaq ketgan vaqtida summa taba alayhim liyatubu. Alloh taolo ularga tövbe bergan deydi. Qanday tövbe bergan? Qalbiga tövbe qilishni ilhom qilish orqali tövbe bergan. Demak, biz bir gunoh qilgan vaqtimizda keyindan keladigan bir pushaymon bor-ku, shu Allohning ilhomi. Biz shu pushaymonning keyindan darhol tövbe qilsak, Alloh bizning tövbemizni qabul qiladi. Shuning bilan Tawwab degan ismi mukammal shaklda aks etadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda buni nayt aniq sifatlab, "Summa taba alayhim." Ondan keyin Alloh taolo ularga tövbeni ilhom qildi. Nima uchun? Liyatubu, tövbe qilib olish uchun deydi. Demak, bizning qalbimizdagi u pushaymon bizning tövbe qilib olishimiz uchun Alloh taolaning bizga bergan bir ne'mati. Demak, Allohning Tawwab ismining yana bir ma'nosi tövbega ilhom qilguvchi, tövbeni nisb qilguvchi. Chunki tövbeni nisb qilmasa, bir insonning qalbi qardab ketsa, gunohida hakavorlik qiladi. Gunohida keyni yanmaydi. Bu eng xatarligi. Qalbimizda bir pushaymonning bo'g'ini bu Allohning bizga rahmat qilgani bu. Chunki Alloh taolo qanday odamga tavba beradi, qanday odamga tavbani ilhom qiladi, hamma odamga emas, ha? Alloh taolo Qur'on Karimda "Huvallazi yatubu ala man yasha'u min ibadi." Allah Taala o'zining bandalaridan xohlaganlarga tövbe beradi. Ya'ni xohlaganlarga tövbe ilhom qiladi deydi. Bu Allohning tanlashi bu. Har bir odamga nisb bo'lmaydi bu. Bir odam gunohni qilib qalbi qardab ketavergan vaqtda gunohdan tövbe qilish emas, gunoh unga zinnat choyliq ko'rinadi. U vaqtda u tövbedan yanolmaydi. Ammo tunji qatim gunoh qildikmi, qalbimizda bir pushaymon bo'ldimi, bu Allohning bizga tunji qatim Tawwab ismi bilan bizga bir rahmat qilishi, bizga bir yaxshilik qilishi, bizni Allohning yaxshi ko'rishi. Demak, Alloh subhanahu va taoloninki Tawwab ismi mana shundaq ko'p tövbelarni qabul qiluvchi degan ma'noda va shundaqlar bandalariga tövbeni ilhom qilguvchi degan ma'noda. Endi tövbeni kim qiladi? Gunoh o'tkazgan odam qiladi. Birinchidan, ikkinchidan qiyinchilik uchragan odam qiladi. Beshimizga bir qiyinchilik keldimi, bir musibat keldimi, Allohga tövbe qilamiz. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Ala ukhbirukum bi shay'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min bala'id dunya da'a bihi yufarraju anhu." Sizlarga bir odamning beshiga dunyo musibatlaridan bir musibat, baladan bir balo kelgan vaqtida uni bilan duo qilsa, Alloh taolo uning qiyinchiligini, balo musibatini ko'tarib o'tadigan bir duoni sizlarga xabar beraymi, deb beraymi dedi. Sahobalar, "Bala ya Rasululloh," deb bersa ya Rasululloh dedi. Hammamizning boshqa qiyinchilik keladi-ku, ba'zi musibatlar keladi-ku. Mushu duoni qilsak, ana shu qiyinchiligimiz, ana shu balo musibatlar ko'tariladi deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. O qaysi? "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin." Ey Alloh, sendan boshqa iloh yo'q, sen poktursan, haqiqatan men o'ziga zulm qilguvchilardan bo'ldim degan mana shu duo biz qiyinchilik qilgan vaqtda o'qildigan, tövbe qildigan bir duo. Demak, tövbe birinchidan gunohkor qilsa, ikkinchidan beshimizga bir musibat kelsa va yoki bir qiyinchilik uchursak, mana shu duo bilan Allohga tövbe qilamiz. Uchinchidan, xuddi iymon aytish qanday zurur bo'lsa, har bir musulmonga tövbe shundoq zurur. O'ylab qolmaylikki, tövbe faqat gunohkor odamlar qildigan ish va yoki beshik qiyinchilik kelgan odamlar qildigan ish deb o'ylab qolmaylik. Har bir musulmon qildigan ish, hatto payg'ambarmi qildigan ish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Vallohi inni la atubu ilayhi fil yawmi 70 marra." Alloh bilan qasam, men bir kunda Allohga 70 qatimdan ortiq tövbe qilaman deydi. Ilgirki va keyingi gunohlar afu qilingan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kunda 70 qatimdan ortiq Allohga tövbe qildi ekan. Tövbe degan hargiz gunohkorlarga ham xos ish emas. Gunohkormi qiladi, fosiqmi qiladi, fojirmi qiladi va shundaqla har bir mu'min qiladi.
Şuna Allah Taala Qur'on Kerimde tövbeni peygamberlerge, muhacirlarga, ensarlarga ilham qilganligi, ularga nisb qilganligidan xabar berib, laqad taballohu alen nebiyyi vel muhacirin vel ansar. Allah Taala peygamberge tövbe nisb qildi. Muhacirlarga, ensarlarga tövbe nisb qildi deydi. Shundaqla Allah Taala Qur'on Kerimde "Tubu ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun." Ey müminler, sizlar nijatlikka erişinglar üçün hammanglar Allohga tövbe qilinglar deydi. Demak, tövbeni birinchidan gunohkorlar qilsa, ikkinchidan beshimizga bir qiyinchilik tushgan vaqt qilamiz, uchinchidan xuddi iymonga o'xshash har bir mo'min Allohga tövbe qilishi kerak. Xo'sh, unda bo'lsa tövbe qanday bo'ladi? Qanday qilish orqali tövbe qilamiz? Tövbe 3 xil shaklda bo'ladi. Qalbimizdagi pushaymon. Ikkinchidan tilimizde bo'ladi. Allohga astagfirullah, ey Allah men gunohimdan mag'firat talab qilaman deyish bilan bo'ladi. Uchinchidan ish harakatimizda bo'ladi. Ya'ni shu ishlardan qo'l uzish bilan bo'ladi. Mana shu 3 bosqichda tövbe amalga oshadi. Va shundaqla tövbe haqiqiy tövbe bo'lishi uchun, tövbening qabul bo'lishi uchun yuqorqi bir qancha shartlar va shundaqla biz o'rganadigan bir qancha ishlar bor. Tövbening shartlari birinchidan tövbe Alloh uchun xolis bo'lishi kerak. Masalan, gunohdan qo'l uzish desa, ba'zilar Alloh uchun uzsa, ba'zilar jamiyat uchun, ijtimoiy besim uchun uzadi. Masalan, deylik, yoshda cho'ngib qaptimiz, endi gunohdan qo'l uzili, sat turg'udak, bolalarimiz cho'ngib qapti, endi tövbe qilli. Ma tövbe xolis tövbe emas. Alloh debdi. Alloh tövbe qilishdan yaxshi ko'radi ekan. Qiyomat bor ekan, hisob kitob bor ekan, jannat jahannam bor ekan. Men Alloh uchun tövbe qilay deb tövbe qilgan tövbe, ondan keyin haqiqiy tövbe bo'ladi. Shuning uchun do'stlarimning orasida turdi ekan, va yoki to'y qilg'il qopaptimi, to'y qilinmay qoladi ekanmi, nomim chiqsa, yaxshi bo'lmaydi ekan deb bu xil shaklda qilgan tövbe xolis tövbe bo'lmaydi. Shuning uchun tövbening birinchi sharti Allohga xolis bo'lish kerak. Ikkinchidan tövbe qilgandan keyin u gunohdan darhol qo'l uzish kerak. Hargizmi bizning dinimizda ati tövbe qilay, ati tövbe qilaman bu xil gap yo'q. Bu shaytonninki tuzuqi. Shunga salaflarimiz nima deydi? Halakal mutasawwifun. Ati tövbe qilaman deganlar halok bo'ldi deydi. Qabriston qaraydigan bo'lsak, nurg'unlig'i ashulning ichida ati tövbe qilaman, azroq o'ynalib tövbe qilaman deganlar bo'lishi mumkin. Ajalning qachon kelganligini bilmaymiz. Shuning uchun tövbeningki xolis qabul bo'lishi uchun darhol qo'l uzish kerak. Uchinchidan pushaymon qilishimiz kerak. Qalbimizda qilgan ishimizga pushaymon qilishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom an-nadamu tavba deydi. Ya'ni pushaymon tavbadir deydi. Ya'ni qalbimizda bir pushaymon bo'lganligi ana shu tövbening asosi. To'rtinchisi u gunohni qilmaslik, iroda bog'lash. Alloh taolaning Qur'on Karimdagi tubu ilallohi tawbatan nasuha, Allohga nasuh tavba qilinglar deganni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu u gunohni ikkinchi qatim qilmaslikka iroda bog'lash deb tafsirlaydi. Ya'ni gunohni ikkinchi qatim qilmayman deb iroda bog'liqmi, bizning tövbimiz nasuh tövbe bo'ladi. 5-dan gunohlardan tövbe qilish. Agar u o'tkazgan gunohimiz moliy gunoh bo'lib qolsa, iqtisodiy gunoh bo'lib qolsa, boshqaning haqqini yeb olgan bo'lsak, o'g'irlik qilgan bo'lsak, undan tövbe qilish ilib olgan narsamiz egisiga qaytarish bilan bo'ladi. Yeb pulab, xajlab pulab men tövbe qildim desak, qiyomat kuni shu banda rozi bo'lmoqchilik, u gunoh bizning kechirim qilinmaydi. Shuning uchun moliy haqlar, iqtisodiy haqlar egisiga qaytarish bilan tövbe qilindi. Undan boshqa ma'naviy haqlar bor bo'lsa, g'ayvat deymiz, yomon gap deymiz, tuhmat deymiz. Buningdan qanday qilamiz deganda, buningdan g'ayvatini qilgan, tuhmat qilgan odamdan qashig berib, halollik so'raymiz. Agarda u odamdan qashig berib, sizning palonchadan menda yomon gapingizni qilib ekanman, g'ayvatingizni qilib ekanman desak, texmi oramiz buzilib ketadigan, yoki texmi bir adovat kelib chiqadigan. Bunda ish bo'lib qolsa, uning qashig'iga bormay Allohga tövbe qilamiz. Uning ilgari qanday yomon gapini qilgan bo'lsa, qanday g'ayvatini qilgan bo'lsa, ana shu o'rinlarda uning yaxshi gapini qilamiz. Mana bu oningki yo'li. Eng oxirida bugungi darsimizdan oldigan dersimiz nima desa, o'ylab baqadigan bo'lsak, bizga rizq bergan Alloh, bizga shafqat qiladigan Alloh, biz foydalanayotgan butun ne'matlarni bergan Alloh, uning qudratsiz, uning yordamisiz bir minut biz yashayolmaydigan, bizning ustimizga haqlarning hammasi Alloh taolo tarafidan kelgan u Alloh, biz xatolatsak, biz gunoh o'tkazsak, shu vaqtlar jazolamaydi ekan va shundaqla tövbe qilsak kechiradi ekan. Biz boshqalarni kechirishni bilishimiz kerak. Chunki Allohning ismidan ba'zi uning asli bilan, ba'zi uning ziddi bilan dars olamiz degan. Alloh taolo kechirimchan bo'lgan ekan, tövbeni qabul qildigan ekan, biz boshqalarning xatoligini, biz qilgan qarshiligini afu qilishni bilishimiz kerak. Va shundaqla bu afuchanlik bizni taqvodorlarning martabasiga ko'taradi. Undan boshqa ikkinchi qilib bugun o'rganadigan Allohning Tavvob ismidan o'rganadigan darsimizni nima desanglar? Bugungi jamiyatimizdagi eng xatarlik ishlarning birisi nima desa, biz insonlarga farishtadek muomala qilamiz va yoki farishta bo'lishni talab qilamiz. Ondan keyin undan bir xatolik o'tkazsa, u odam asli mundaq ekan deymiz. Aziz qarindoshlar, mayli sahobalar bo'lsin, tarixdagi o'tgan olimlar bo'lsin, ashlarning tarixga qarab qaradigan bo'lsak, bo'lmaydigan bir gap qo'ygan yerlari har birisiniki chiqadi. Chunki ular payg'ambar emas. Ma insonlarni insondek qabul qilishni bilishimiz kerak. Biz xatolikdan xoli bo'lmagandek, boshqalarning xatolikdan xoli emas. Biz inson bo'lganligimiz uchun xatolashimiz. Unda bo'lgan ekan, Alloh subhanahu va taolo xatolashgan insonlarga jon halqumi kamisilam unga fursat beradi ekan, biz bir odamning xatoligini, epini achqib, uni rasvo qilishni qattiq saqlashimiz kerak. Bu Allohning haq huquqiga tajovuz qilganlik. Agar bir odamda bir gunohni ko'rsak, Alloh taolo unga tavba bersin. Alloh taolo uni u gunohdan qaytarsin deb musulmon qarindoshlarimiz qarata bir yistashlik bilan
ma'qul pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Asla va asla darhallam bir odam xatolik o'tkazgan bo'lsa, uni tuvan ko'rib, o'zimizga tekchiga chiqib olsak, salaflarimiz deydi. Ana shunda qanda bir odamning gunoh o'tkazganligini ko'rib, uni shu bilan ayblasa, u odam o'lib bo'lguncha o'sha gunohga tushib qoladi deydi. Shundaqla salaflardan bundaq bir so'z naql qilinadi. Bir odam birisiniki Qur'on o'qiyotgan vaqtida, namoz o'qiyotgan vaqtida yig'lab o'qiganligini ko'rib, bu odam riyo qilib o'tadi. Riyoxo'r ekan degan bir gap ko'nglimga kechdi deydi. Ko'nglimga kechgandan keyin men 10 necha yil mobaynida Qur'on o'qiganda yig'laydigan bu xil xushuni topolmadim deydi. Ya'ni Alloh taolo buni mendan mahrum qo'ydi deydi. Shuning uchun men Allohga tövbe qildim deydi. O'zimizning xatoliklarga nihoyat sezgi bo'layli. Allohga darhol tövbe qilaylik xatolasak, ammo boshqaning xatoliklarga imkon qadar uni yo'gaydigan, imkon qadar uni yapadigan ma'qul pozitsiyada bo'lishimiz kerak. O'ylab baqinglar, bir zinodek bir ig'ir gunohni o'tkazgan sahobini do'stinim degan, berib gunohini iqror qil degan. Rajmi qilindi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom a do'stiga berib nim dedi? Kashki uni mening qishimga avatmagan bo'lsang, yapgan bo'lsang, u tövbe qilgan bo'lsa deb mushu mazmunda gaplarni qildi. Demak, qanday gunoh bo'lsin, biz musulmonlarning vazifasi uni yepish. Biz bir odamning gunohini yapsak, Alloh qiyomat kuni bizning gunohimizni yapadi. Biz bir odamning gunohini assak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, uyimizga ushnib olgan taqdirda Alloh taolo bizni rasvo qiladi. Shuning uchun boshqalarning xatoligini tepib olsak, bir guhar tepib olgandek xo'sh bo'ladigan, buni o'zimizning qalbidagi marazga bir xil malham qiladigan mahil kasalni asla va asla yo'qtira olmaydi. Kullu bani adam xatoun. Har bir odam biz xatolashadi. Xatolashishning eng yaxshisi bo'lsa, tövbe qiluvchilar. Dexa o'lmadimi? Alloh taolo tövbe qilish fursati berishi mumkin. Ma'qul pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'tkazgan gunohlarimizga tövbe qildigan haqiqiy toibin, Alloh taolo yaxshi ko'radigan toibillarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Gunohlarni oshkor qilib, gunohlarda haqoratlik qildigan bu xil eng og'ir gunohlarga tushib qolishini saqlasin Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo o'tkazgan gunohlarimizni tövbimiz orqali yaxshilarga almashtirib bersin Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo bizni cho'ng kichik xatoliklardan saqlasin, gunohlarimizni afv qilsin, boshqalarning ayblarini yopib nasib qilsin. Dunyo hayotida Alloh subhanahu va taolo biz qilgan imtihonlardan Alloh taolo bizni o'tkazgan nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.